Oylik maosh oladigan fuqarolarga shoshilinch xushxabar. Oylik maoshingiz endi kechiktirilsa, har bir kechiktirilgan kun uchun sizga pul to'lanadi. U pulni qanday tarzda olishingiz mumkin? Batafsil video davomida ma'lumotga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, endi oyligingiz kechiktirib to'lansa, har bir kechiktirilgan kun uchun pul olishingiz mumkin. Mehnat kodeksining 333-moddasiga asosan, ish beruvchi oyligingizni kechiktirib to'laydigan bo'lsa, har bir kechiktirilgan kun uchun to'lanmay qolgan summaning 1,4% miqdorida qo'shimcha pul to'lashi shart. Misol uchun, ishxonangizda 20 million so'm oylik olasiz. Oyligingiz 30 kunga kechiktirildi. Shunday holatda ish beruvchi sizga 20 million so'm oyligingiz bilan qo'shimcha yana 8 million 400 ming so'm kompensatsiya to'lashi shart deyiladi ma'lumotda. Azizlar, videorolik ostiga like bosib, videoni ishxona guruhlariga tarqating.